Mana turgan kitob Allohning mo'jizasi bilan yonib tugamaydigan hech qachon bo'lgan kitob. Ayniqsa qaynotam kasalliklargacha yonib ketgan. Hali uyingiz yonib ketganda o'tgan kuni kelib video qilib ketuvdimi? Beri keling. Assalomu alaykum azizlar. Esinglarda bo'lsa 2 kun oldin Andijonda bir hamyurtimizni uylari baxtsiz hodisa tufayli pajar bo'luvdi. Video ko'rsatgandik. Ko'plab insonlar mana ehson jo'natishdi azizlar. Bugun ehsonlarda yig'ilgan ehsonlarni olib keldik. Bu yerda 50 million so'm yig'ilgan ehsonlar, ehson tashlagan insonlarga duo qilib qo'yasizlar. Ko'pchilik ehson yuboraman deb qiynalishdi, sababi bankka 100 ta kunlik limit qo'ygan. 3 xil 4 xil kartalarni qo'ydik, baribir ham 100 ta SMS kelgandan keyin karta 24 soatga blok bo'ldi. Shunisiga ham shukr, shuncha ehson yig'ildi. Aytib o'tganimda azizlar, bu yerda bir oilada 5 ta xonadon qo'shni uyiga ham yong'in o'tib ketgan, ularda ham 3 ta 4 ta xonadon yonib ketgan. Biz yig'ib bergan summa ochig'i shuncha xonadonni tiklab olishga yetmaydi. Lekin imkoniyatinglar bor azizlar, shu videoni hammaga tarqatinglar. Mana shu karta Omadbek deb chiqadi, shu xonadonda egasi. Ehson qilishinglar mumkin. Qo'shni uyi ham qani ko'ryapsizlar, endi tekislandi. Agar qurilish mollari tomonlama yoki ehson tomonlama yordam beradigan yana saxiy insonlarimiz bo'lsa, Vodiydan, Andijondan kelishlaring mumkin. Adres aka Andijon viloyati Oltinko'l tumani Qurg'oncha mefe. Hech kim boshiga bunaqa kun tushmasin. Hammani Alloh o'zi panohida asrasin. Hali uyingiz yonib ketganda o'tgan kuni kelib video qilib ketuvdimi? Videoni ko'pchilik ko'rdi, O'zbekiston xalqi. Mana shu ehsonlarni sizga olib kelib berishim uchun tashlab berishdi kartalarga. Duo qilib qo'yasizlar. Hammasi inshaalloh. Salomat bo'lishsin. Shunchalik himmat qiladi, himmatlanadi. Videoni hammaga tarqatinglar azizlar, tarqatish bepul bilasizlar. Tarqatib like bosib qo'ysanglar, yana ko'proq insonlar ko'radi.